Assalomu alaykum, xayrli kun aziz obunachilar. Kabinachi Olimjon Olimovich aziz obunachilar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 32-kuni. Azizlar, bu yerdan xuddi mana shuni istab berdik. Yaxshilab olib turib, mana xohlasa ko'rtirganlar sog' omonmi? Va xohlasa yo'limizni davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab turganlar, duoda bo'lib turganlar hammaga kattakon rahmat. Podishka qilib shunchalik moddiy ma'naviy yordam berib turganlarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Azoblashlar, xudo xolasa mana berlik. Hamma tomon ko'rib oldik. Yaxshilab hammamizni joylashtirib, azizlar, xudo xolasa sekin mana yo'lga otlandik. Vatandoshlarimiz o'tdi. Azobunachilar, shu bugun aktivni zo'r qilib bir layklar, kommentariyalarni ayamaymiz, iltimos sizlardan. 45 ming obunaching bo'lib turib, layk, kommentariyaring kam soni deb ko'p mana bo'ldi. Bugun bitta ko'rsatib qo'yaylik azizlar. Shunaqa yozayotganlarga va xohlasa aktiv bilan birlashishni hammaga kattakon rahmat. Va xohlasa Alekseyevkadan Uralskiyga qarab, chegaraga qarab yo'l oldik azizlar. Kabinachi Olimjon Olimovich. Mana qaranglar manzara. Mana bu qanday bir qishloq joy bor ekan. Hozir o'ngga qarab qayrilib ketaman va o'ngga qarab qayrilib ketsam, xudo xolasa Uralskiyga qarab. Yo'g'ana yurtdoshlarimiz shu yerda ham yuk mashina haydab qo'lini ko'tarib ketyapti. Hammaga xayrli kun aziz obunachilar. Bayroq xilpirab oyoq bosganim yo'q mana. Shamol bo'lyapti, shamol. Mana aziz obunachilar, 4% pastga tushish. Yo'da antena haqiqatan ham tan olish kerak, juda bepoyonda, qaranglar. Tepalikka chiqishimiz kerak ekan, shu tepalikdan o'tib choy ichib olsak, xudo xolasa obed qiladigan joy bo'lsa, sekin harakatlanamiz. Kunetgan bo'lsa kerak manzara. Mashalloh. Bu nima deyotganlar, menimcha, men adashmasam mabodo semichka bo'lsa kerak azizlar. Yo'la yaylov. Nima ekkanini hozir bilmayman, to'g'risi. Bizda g'umoy degan narsa bor. Boshqa chiqarish g'umoyga o'xshagan narsa. Kabinachi Olimjon Olimovich, aziz obunachilar, Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimiz davom etmoqda. Bu yoqqa kirganim sababi bizning qishloqda supurgi ekiladi. O'sha supurgiga o'xshatdim men, supurgimikan deb hozir. Mana bu narada yo'lda ketayotgandim, ko'zim ishib qoldi, keyin kirsam, yo'q, supurgi emas ekan. Supurgi deb o'yladim. Issiq, juda ham issiq. Uralskiyga qarab harakatlanamiz, Uralskiyga. Xudo xolasa duo qilib turgan, like bosib, kommentariy yozib, videolar yaqinlarga ulashib, ozroq bo'lsa-da o'z hissasini qo'shib, shunchalik yordam qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga kattakon rahmat. Suv mana zapas qilib oldik, xudo xolasa mana. Biz shu zapravkadan oldim hozir mana. Olg'a O'zbekiston, xudo xolasa. Uddalaymiz xudo xolasa hammasini. Azizlar, birgalikda hammaga kattakon rahmat. Davom etamiz yo'l qaranglar. Bizda hozir soat 7 dan o'tdi. Asr vaqti bilan. Shunda desanglar, Sankt-Peterburg shahridan
O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizni azizlar 32-kuni xuddi mana shu yerda o'z yakuni topadi. Narg'i gostinitsagacha boraman deydigan bo'lsam yoki безопасный joyga boraman deydigan bo'lsam 53 kilometr yurishim kerak ekan. Bunga to'g'risi yeta olmasam kerak, chunki agar 53 kilometr hozir yursam ertaga yura olmay qolishim mumkin. O'shaning uchun bugun mana gostinitsada dam olib qoladigan bo'ldik. Hozir bu yoqda mana halol kafeda mana shu yerda choy ichib sekingina shu yerda damni olamiz azizlar. Hammaga kattakon rahmat, duo qilib turganlar, qo'llab-quvvatlab turganlar hammangizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Charchamanglar. Bu yoqda lekin furalar senkasi, rosa ko'p furalar. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, har furalar. Akamiz Qirg'izistondan endi. Qirg'iziston qayerdanman dedi aka? O'zgandanmi? Men Yo'q. Ismingiz aka? Ibrohim. Ibrohim aka. Mashalloh. Mana shu yerda choy ichib, akamiz bilan suhbatlashib o'tirdik hozir. Qayerga qaraydi dedingiz aka? Pойдем Михайловка, Самарская область. Samara.